Hech erta uyg'onish faqat super qahramonlar uchun deb o'ylaganmisiz? Yo'q, aslida bu dunyoning eng muvaffaqiyatli odamlarining sirli quroli. Keling, nima uchun va qanday qilib siz ham ertalabki odamga aylanishingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Shuni aytishim kerakki, YouTube'da har yangi videoda aynan sizga foydali bo'ladigan mavzularda ma'lumotlar beraman. Qolaversa, Telegramda ham aynan shu nom ostida blog yuritib, obunachilarim bilan kunda 1% ga rivojlanaman. Shuning uchun albatta kanallarimga obuna bo'lishni unutmang. Videoni davom ettiramiz. Birinchidan, keling nima uchun erta turish ko'pchiligimiz uchun qiyin ekanligi haqida gaplashaylik. Kecha seriallarini tomosha qilish yoki ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazish tanish tuyuldimi? Yoki shunchaki ertangi kun uchun aniq rejangiz yo'qdir. Xavotir olmang, siz yolg'iz emassiz. Ammo gap shundaki, muvaffaqiyatli odamlar bu muammoni hal qilishgan. Apple bosh direktori Tim Cookni olaylik. U soat 4:30 da uyg'onadi. Elon Musk kunini erta tongda rejalashtiradi. Dwayne The Rock Johnson esa kunini mashq bilan boshlaydi. Nima uchun ular buni qilishadi? Ertalabki soatlar albatta oltin vaqt hisoblanadi. Aql yangi chalg'itadigan narsalar ekan va kuningizni qanday boshlashingiz keyingi barcha narsalar uchun ohangni belgilaydi. Endi o'z hikoyam bilan o'rtoqlashay. Men ham kech yotish va uyqusiz ertalablar bilan qiynalganman. Lekin bir qarorga keldim. Bir oy davomida har kun soat 4:30 da uyg'onaman. Natijalar albatta ajoyib bo'ldi. Kunlarim uzunroq tuyuldi, ko'proq ish qildim va motivatsiyam oshdi. O'zimni dunyoning tepasida his qildim. Xo'sh, qanday qilib boshlashimiz mumkin? Mana 3 ta oddiy maslahat. Birinchisi, kechki tartibingizni o'zgartiring. Yotishdan 1 soat oldin ekranlardan voz keching. Ikkinchisi, maqsad bilan uyg'oning. Ertalab birinchi navbatda nima bilan shug'ullanishingizni biling. Uchinchisi, budilningizni yotog'ingizdan uzoqroqqa qo'ying. Uni o'chirish uchun turishingizga to'g'ri keladi. Buni 7 kun davomida sinab ko'ring va o'zingizni qanday his qilayotganingizni ko'ring. Erta uyg'onish hayotni o'zgartiradigan odat. Bu hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan kichik odat. Ertalablaringizni nazorat qilishga tayyormisiz? Bugundan boshlang. Siz endi soat nechida uyg'onmoqchisiz? Video haqidagi fikringizni izohlarda yozib qoldiring.